ko'p xatolarga yo'l qo'yganman. Nimalarga e'tibor berish kerak issiqxonada avvalo? Yozgi mavsumda foydalanadimi yoki yil 12 oy davomida foydalanmoqchimi? O'zbekistonda eng effektivnisi qaysidir? Mana bu joydan kapelniklarni olishing mumkin. Nima qiladi? Iltimos ustalaringizni berib turing. Eplasha olmadi boshqasi. Ichkari namlanib, terlab, bu qulupnayda katta kasalliklar kelib chiqishiga sababchi bo'lgan. Aka, men injenerman. Men zo'r qilib qurib berishni bilaman. Qayerdan olsam bo'ladi, qaysi material arzon yoki qimmat, nima farqi bor? Mana ijtimoiy tarmoqqa chiqib tinmay gapiryapmiz, o'zimiz ishimizga javob beryapmiz. Misol ko'chatni qarab, qanaqa parvarishlash kerak? Quyosh qish kuni chiqib bera olmasa, qulupnay qizarmasligi bu ta'sir qiladi. Men o'zimni sohamni zo'r qilib bersam, siz o'zingiz sohangizni zo'r qilib bersangiz, shunda rezultat yaxshi bo'ladi.